Shogird bo'lib yurgan paytingizda juda ham qiynalgan ekansiz. Shu rostmi? Silishga ham qiynanardi aka. Obedga 10 tonta shashlar berardi. Uyda egasi kelardi, uyda tezda bitkizib qo'ymanglar ha. Uxlanglar, yotinglar derdi. 23 soat dam olib aka, 1 soat ishlardik. O'ta qiynalganman aka. Yana qanaqa holatlar o'tgan boshingizdan aka? Ustozlarim men talashishardi. Meni uyimga ketib qolasan, dachaga borib dam oltiraman, qulupini yeysanmi derdi. O'ylanib o'tirardim. Oyligim aka $1000 edi aka. Yo'q. Bir oyga-ya? Ha, bir oyga $1000 berardi, $2000 ham vijdonim qiynalib berardi. Hunarni tezda o'rgatib qo'ygan aka. Usta kiyimda ishlama, mana shu chiroyli kiyimlarda ishla derdi ustozim. Meni qiynab yuborardi. Tabaka yerdik. Qozonga olib berdik, shashlik yerdik. Shashlikka yosh me'dam tegib ketgan. Ha, bir oltin polton olib kelib ber. Piyoda yurish sog'inardim aka. Xo'rlanganman shogirdlik paytimda. Ustoz tanlashda adashmagan ekansiz. Sizlar ham adashib qolmanglar aka. Mana kech paytga qozonga olib aytib qo'yibdi ustozim. Qanaqa vijdonli ustoz bor? Qoyil. Sog' bo'linglar. Yomon qiynalganman aka.